Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Bugun 21-chizlo ikkita opamiz videoga tushishdan tortindi. Xudo xolasa akalarimiz bo'lib ketdi. Yaxshimisizlar? Yaxshi keldinglarmi akalar? Yaxshi yuribsizlarmi? Yaxshi borib keldinglarmi? Allohga shukr. Allohga shukr, yaxshi borib keldik. Hammasi zo'rmi? Dokumentlardan muammo bo'lmadimi? Granitsada Hech qanday muammo yo'q, hammasi yaxshi. Mana men birinchi marta borishim granitsaga shu yerda o'tiraman. Shofyorim borib keldim, konishdim. Yaxshi bo'ldi. Yo'llarga ham o'zi javob berib, kalkulyator bilan joyga tushirib yoki bironasi qilgan yo'q. Hammasi zo'r. rahmat. Qo'rqsang ham o'zi bila borib, bila o'tib keldi. Bespersatga kirib chiqdi. Boshqa mashinaga o'tkazmadi. Shu mashinani o'zida Shu mashinada bor, shu mashinada keldi. Agar endi boshqa paytda borgan paytda endi hadeb kirib chiqmaydi-ku o'zi. Boshqa shofyor bo'lishi. Ishonchli bolalarimiz bor, ha. Shunda o'zi bo'ladi. boshqa mashinaga o'tkazilmaydi. Yo'q, bunday bo'lmar ekan. Ular hammasi gaplashdik. Mana men birinchi martasi borishim bilan Said ko'rib keldim. Bo'ldi, gap yo'q akalar. Siz qanday olib keldingiz aka? Zo'rmi? Kamchiliklar yo'qmi? Ha. Siz qanday olib keldingiz aka? Zo'rmi? Sog' bo'lasizlar, salomat bo'linglar. Bergan pullaringizga rozi bo'linglar. Mana. Opa, siz qanday olib keldingiz? Yaxshi olib keldingizmi? Kamchiliklar bo'lmadimi? Вообще qiynalgandi granitga chiqish, yil вообще qiynalganmiz, Xudoga shukr. Yillar omonmiz, ishlaringizga baraka. Bergan pulingizga rozi bo'ling. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Связamiz. Sog' bo'ling akalar.